Salom, mening ismim Egan Cholakan. Bugungi murojaatimda men global ahamiyatga ega bo'lgan ikkita muhim mavzuga to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchisi, haqiqiy geodinamik tahdid. Sibir magmatik blumi bilan bog'liq bo'lib, uning otilishi nafaqat Rossiyaga, balki butun dunyoga, ayniqsa qo'shni mamlakatlarga ta'sir qiladigan umumsayyoraviy falokatga olib keladi. Shuning uchun bugun men Sibir plumi faollashgan taqdirda Ukrainani, uning fuqarolarini hamda butun Yevrosiyoni qanday oqibatlar kutayotganiga batafsil to'xtalib o'taman. Bugungi murojaatimning ikkinchi mavzusi Ukrainadagi xavotirli vaziyat. Xususan, Rossiya tomonida ishlayotgan ayrim shaxslarning faoliyati haqida. Ularning harakatlari Sibir plumi tahdidi haqidagi xolis ma'lumotlarning tarqalishiga to'sqinlik qilyapti. Va shu orqali nafaqat Ukraina, balki xalqaro xavfsizlik uchun ham qo'shimcha xavf tug'diryapti. Men o'zimning avvalgi murojaatimda Ukrainada, Rossiyada muayyan hokimiyat doiralari manfaatlari yo'lida faoliyat yuritayotgan aniq ta'sir agentlari haqida aytib o'tgan edim. Bugun men konkret bir ta'sir agentining ism-familiyasini ovoza qilishga va uning Ukraina bilan ochiq harbiy to'qnashuvda bo'lgan davlat bilan hamkorlik qilib kelayotganiga oid dalillarni ommaga taqdim etishga tayyorman. Gap Rossiya manfaatlariga xizmat qilayotgan va Ukraina hududida Allatra harakati a'zolariga nisbatan jinoiy ishni uyushtirilishida bevosita ishtirok etgan aniq shaxslar haqida ketyapti. Ko'pchilikning xabari bor. Allatra jamoasi 20 yildan ko'p vaqtdan beri muntazam ravishda Sibir plumi xavfini o'rganib kelmoqda. 10 yildan ko'p vaqtdan beri ilmiy asoslangan ma'lumotlarni nashr qilib, ushbu muammoni hal qilish bo'yicha aniq amaliy yechimlarni taklif qilib kelmoqda. Allatraning aynan mana shu faoliyati Rossiya hokimiyat doiralaridagi ayrim manfaatdor shaxslarning keskin qarshiligini keltirib chiqaryapti. Sibir tahdidining yoritilishi bu shaxslarga juda katta moddiy zarar keltiradi va ular bu haqda hech kim bilmasligi uchun qo'llaridan kelgan hamma ishni qilishga tayyor. Shu sababli aynan ularning tashabbusi bilan Ukrainada Allatrani qoralash kampaniyasi boshlangan. Va bu kampaniya ularga bo'ysunadigan ukrainalik ta'sir agentlari orqali amalga oshirilmoqda. Muhokama qilinayotgan mavzu Ukrainaning ichki kun tartibidan ancha tashqariga chiqib, sayyoramizdagi har bir insonga taalluqli. Chunki bizning umumiy kelajagimiz bugungi kunda Ukrainadagi voqealar qanday rivojlanishiga va Allatra harakati atrofidagi vaziyat bo'yicha qanday qarorlar qabul qilinishiga va shu tariqa Sibir plumi haqidagi ma'lumotlarning yoritilishiga bog'liq. Aynan shuning uchun ushbu murojaatimda men Ukrainaga alohida e'tibor qarataman. Xususan, yuqorida tilga olingan va Rossiya tuzilmalarining manfaati yo'lida faoliyat olib borib, o'z maqsadlarini Ukrainaning ichki siyosati niqobi ostida yashirayotgan shaxslarga. Bunday agentlarning faoliyati nafaqat Ukrainaning milliy xavfsizligiga putur yetkazyapti, balki millionlab odamlarning hayotini saqlab qolishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarning tarqalishiga to'sqinlik qilayotgani sababli butun dunyo xavfsizligiga ham tahdid solyapti. Murojaatimning yakuniy qismida esa siz har biringiz haqiqatni oshkor qilishda qanday rol o'ynashingiz va nima uchun sizsiz insoniyatning omon qolish imkoniyatlari nolga yaqinlashayotgani haqida gaplashmoqchiman. Shunday qilib, keling, Ukraina hududida faoliyat yuritayotgan rus agentlarining ismlarini va familiyalarini fosh qilishdan boshlaymiz. Avvalambor bitta savolga javob beramiz. Kim Ukrainada Allatraga qarshi diskreditatsiya kampaniyasini boshlab, uning ishtirokchilariga qarshi jinoiy ishlarni qo'zg'atish orqali Rossiya manfaati yo'lida harakat qilyapti? Bu ishlar kimning buyrug'i bilan amalga oshirilyapti? Avvalgi murojaatimda men sizga Ukraina hududida Rossiyaning Ratsirs, ya'ni dinlarni va sektalarni o'rganish bo'yicha Rossiya markazlari uyushmasining agentlaridan biri faoliyat yuritib kelayotgani haqida xabar bergan edim. Bu tuzilma din va inson huquqlari haqidagi ritorika niqobi ostida Rossiya hokimiyat doiralarining destruktiv manfaatlarini ilgari suradi. Men bu ma'lumotni oshkor qilganimdan so'ng menga bu odam kim
Ukraina milliy xavfsizligiga qarshi qaratilgan zararli narrativlar va Rossiya kuchlari o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in kim degan ko'plab savollar kelib tushdi. Bugun men bu savolga aniq javob bera olaman. Men bu ma'lumotni ovoza qila olamanki, chunki ishonchli manbalardan ma'lum bo'lishicha, Ukraina huquq-tartibot organlarining kasb mahorati, yuksak fuqarolik mas'uliyati va prinsipial pozitsiyasi tufayli ushbu shaxsga, ya'ni Ratsirsning Ukrainada faoliyat yuritayotgan agentiga nisbatan rasman jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu mamlakat xavfsizligi uchun javobgar organlarning ogohligi va strategik dunyoqarashi, eng avvalo, Ukraina xavfsizlik xizmatining sa'y-harakatlari tufayli ro'yobga chiqdi. Men ushbu masalaga qat'iyatlik bilan yondashganlari uchun huquqiga, Bosh prokuraturaga va davlat xavfsizligini ta'minlayotgan barcha idoralarga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Shuningdek, men Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga uning rahbarligida bunday muhim masalalar chetda qolmay, tegishli huquqiy baho berilayotgani uchun shaxsan minnatdorchilik bildiraman. Xo'sh, bu odam aslida kim? Ko'p yillar davomida ekspert niqobi ostida Ukraina hududida Rossiyaning muayyan hokimiyat doiralarining strategik manfaatlarini izchil va tizimli tarzda ro'yobga chiqargan shaxs kim? Bu shaxsning ismi Irina Krimenovskaya. U kim? Va uning Ukrainaning axborot va huquqiy maydoniga kirib borish jarayoni qanday kechgan? Yuridik ma'lumotga ega bo'lgan Ukraina fuqarosi, Iqtisodiy va huquqiy tadqiqotlar markazi deb nomlangan soxta ilmiy loyihaning asoschisi, Vilnislova, ya'ni Gapir portalining muallifi va muharriri, shuningdek inson huquqlarini himoya qilish niqobi ostida faoliyat yuritayotgan Rossiya maxsus xizmatlarining axborot hamkori antisekta.org resursining koordinatori va faol muallifi. Bir qarashda faol fuqaro, ammo aslida Rossiya tuzilmalari Ukrainaga qarshi boshlagan axborot psixologik operatsiyasining eng izchil va xavfli shaxslaridan biridir. Jamoatchilik ishonchini qozonishning universal usuli bo'lgan sektalarga qarshi kurash ritorikasi orqali u o'zining haqiqiy faoliyatini jamiyat xavfsizligi va ma'naviy qadriyatlarni himoya qilish niqobi ostida yashirib kelgan. Aynan shu yo'l bilan u jurnalistlar, Ichki ishlar vazirligi vakillari, UXX xodimlari va davlat ekspertlarining ishonchini qozongan. Buning ajablanarli joyi yo'q, chunki bu yashirin usul uzoq vaqtdan beri Rossiyaning Ratsirs agentlari tomonidan sinab ko'rilgan. Butun Yevropada, hatto AQSh va boshqa mamlakatlarda ham faol qo'llanilyapti. Buzg'unchi kultlar yoki totalitar sektalarga qarshi kurash niqobi ostida Rossiya Ratsirs agentlari axborot kanallariga kirib olish, ekspertlar xulosalarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatish va natijada jamoatchilik muhokamalarining asosiy mavzulari hamda boshqaruv tizimlarini o'z nazoratiga olish imkoniyatiga ega bo'lyaptilar. Ularning ukrainalik agenti Krimenovskaya Rossiyaning o'zida ham, chet elda ham fuqarolarning huquq va erkinliklarini bostirishga qaratilgan va ekstremistik terrorchilik mafkuraga ega bo'lgan totalitar sektaning asoschisi, Ratsirsning bosh mafkurachisi Aleksandr Dvorkinning atamalari, ritorikasi va nutq tuzilishini ko'chirgan. Dvorkin FSB bilan aloqalari, shuningdek bir qator psixologik kasalliklari bilan mashhur bo'lsa-da, bu uning Rossiyadagi asosiy boshqaruv tuzilmalariga ta'sir o'tkazishga va ularni o'z xohishiga ko'ra manipulyatsiya qilishga to'sqinlik qilmaydi. Dvorkin va uning asosiy platformasi Iriney Leonskiy markazi yoki Ratsirs rasmiy sayti ham Ukrainaga qarshi shafqatsiz ritorika va nafaqat Ukraina prezidentiga, balki butun Ukraina xalqiga qarshi qaratilgan ochiq nafratli nutqlari bilan mashhur. Aynan Dvorkin Krimenovskayaning mafkuraviy ustozi bo'ladi.
Kriminovskayaning ritorikasi Ratsirs vitse-prezidenti rossiyalik ruhoniy Aleksandr Novopashinning so'zlariga ko'p jihatdan o'xshash. Novopashin Ukrainada neonatsizmning rivojlanishi mavzusini ommalashtiruvchi bo'lib, uning ruhoniylik faoliyati aslida qurolli tajovuzni oqlash uchun Rossiya axborot kun tartibini targ'ib qilishdan iborat. Kriminovskaya shubhasiz Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB bilan bevosita bog'liq bo'lgan Rossiyaning Ratsirs tashkilotining agenti ekanligi haqida ko'plab ommaviy dalillar mavjud. Vilnius Slovo axborot resursida joylashtirilgan materiallardagi Kriminovskaya ritorikasining keng qamrovli lingvistik tahlili shuni ko'rsatadiki, unda qo'llanilgan til konstruksiyalari, terminologik formulalar va mazmuniy urg'ular Ratsirs media resurslariga xos bo'lgan aynan shu elementlar va narrativlar bilan barqaror mosligi kuzatilyapti. Bu esa uning kommunikatsiya strategiyasi aynan shu Rossiya tuzilmasining ko'rsatmalari asosida shakllanganligini ta'kidlashga jiddiy asos beryapti. Xususan, Ratsirs qo'llanmasiga muvofiq harakat qilib, Kriminovskaya xuddi Ratsirs kabi xalqaro miqyosda tan olingan diniy va fuqarolik birlashmalarini muntazam ravishda qoralash bilan shug'ullanadi. Ukrainaning diniy mustaqilligi uchun kurashda va Ukraina pravoslav cherkovining avtokefaliyasini olishda muhim rol o'ynagan yetakchi ukrainalik dinshunoslar va huquq himoyachilarga hujum qiladi. Aynan ularni mazhab himoyachilari va g'arb agentlari kabi yorliqlar bilan faol tarzda tamg'alashni targ'ib qilgan. Bu iboralar Rus pravoslav cherkovi RPC ruhoniysi va Ratsirs vitse-prezidenti Novopashinning ritorikasidan yaxshi tanish bo'lib, u ham xuddi shu hurmatli dinshunoslarga nisbatan aynan shunday iboralarni qo'llagan edi. Diqqatga sazovor jihati shundaki, Novopashinning rasmiy resursi Ratsirs tarkibiga kiruvchi Novosibirsk yeparxiyasi missionerlik bo'limi portalida Kriminovskaya haqida ochiqchasiga maqtov so'zlar bitilgan maqola joylashtirilgan. Kriminovskayaning shaxsiy veb-saytidan ko'chirib olingan ushbu material jo'shqin ohangda taqdim etilgan bo'lib, uning sektalar deb nomlanuvchi guruhlar bilan kurashishdagi sa'y-harakatlarini deyarli qahramonlik darajasiga ko'taradi va uni boshqa bir rus antikultchisi hamda ashaddiy radikal rus targ'ibotchisi bilan bir qatorga qo'yadi. Maqolaning mazmuni narida tursin, u nashr etilgan platforma ham alohida qiziqish uyg'otadi. Axir Novopashinning Kriminovskayani ulug'laydigan veb-sayti Ukrainaga qarshi izchil shafqatsiz nutqi bilan ajralib turadi. Xususan, aynan shu yerda Ukraina bu sekta nomli maqola chop etilgan va unda ukrainaliklar ochiqdan ochiq degumanizatsiya, ya'ni insoniylik qiyofasidan mahrum qilingan. Shunchalik ochiq tashviqotbozlik va Ukrainaga qarshi kayfiyatdagi Rossiya nashrining Kriminovskaya kabi ukrainalik ekspert bilan osonlikcha ittifoq topa olgani, shubhasiz, uning Ukrainadagi ma'rifatparvarlik faoliyatining asl mohiyatini yaqqol ko'rsatib turibdi. Agar Irina Kriminovskaya faoliyatining mafkuraviy asoslari haqida gapiradigan bo'lsak, bitta yorqin misol keltirishimiz mumkin. U rahbarlik qilayotgan iqtisodiy va huquqiy tadqiqotlar markazining rasmiy veb-saytida go'yoki sektalar qurbonlariga yordam berishga qaratilgan loyihaning ishga tushirilishi haqida ma'lumot joylashtirilgan. Aynan shu sahifada Ukraina resursida hech qanday niqobsiz Rossiyaning FSBsi bilan aloqalari va Rossiyaning axborot psixologik operatsiyalarida faol roli bilan mashhur bo'lgan Dvorkinning tuzilmasi Ratsirs tashkilotining shiori joylashtirilgan. Bu Kriminovskayaning mafkuraviy va metodologik manbai aynan Rossiya kun tartibi ekanligining to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatkichidir. Bundan tashqari, Kriminovskaya koordinator va asosiy mualliflardan biri sifatida faoliyat yuritgan antisekta.org saytining arxiv versiyasini ko'zdan kechirsak, sayt Aleksandr Dvorkinning iqtiboslari, uning nashr va kitoblariga havolalar bilan to'lib toshganini ko'rishimiz mumkin. Saytning sektalarga qarshi kurashuvchilar bo'limida Ukrainaning Kriminovskaya markazi, Ratsirs markazlari va resurslari hamda ochiqchasiga Ukrainaga qarshi pozitsiyasi bilan tanilgan shaxslar
yonma-yon joylashgani aniq ko'zga tashlanadi. Kremenovskayaning Yahova guvohlarining diniy guruhiga nisbatan retorikasi ham o'ziga xos. Rossiya bu guruhni rasman ekstremistik deb tan olgan va butunlay taqiqlagan yagona davlat. Birinchi navbatda Dvorkinning tashabbusi bilan amalga oshirilgan bu qadam xalqaro hamjamiyat tomonidan inson huquqlari va diniy erkinliklarni qo'pol ravishda oyoq osti qilganligi bilan keng qoralandi. Biroq Kremenovskaya o'z maqolalarida ushbu taqiqni samarali siyosat namunasi sifatida ko'klarga ko'tarib, Ukraina bu masalada hali ham Rossiyadan o'rnak olmaganidan ochiqchasiga achinadi. Dvorkinning ommaviy intervyularidan olingan so'zma-so'z iqtiboslarini u o'zining shaxsiy tahliliy xulosalari sifatida Yahova guvohlari haqidagi materiallarda keltirgan. Bularning barchasi birgalikda aniq rasmni shakllantiradi. Kremenovskayaning harakatlari nafaqat Rossiya maxsus xizmatlarining strategiyasiga to'g'ri kelyapti, balki uslubiy va mafkuraviy jihatdan unga tayanyapti ham. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, Kremenovskiy o'z platformalarida ukrainaliklarni, Ukraina davlatchiligini yo'q qilish mafkurasini to'g'ridan-to'g'ri targ'ib qiluvchi Rossiya saytlari va blogerlariga murojaat qilishga ochiqchasiga chaqirgan. Uning sahifalarida Rossiyaning tajovuzini oqlaydigan, Ukrainadagi satanizm haqidagi soxta ma'lumotlarni nashr etadigan va ukrainaliklarning denatsifikatsiyasiga chaqiradigan materiallarga havolalar keltirilgan. Bunday gaplar aslida uzoq vaqtdan beri tildan amalga, ya'ni harbiy jinoyatlarga o'tgan. Tan oling, bularning barchasi tasodif ekanligiga ishonish qiyin. Ammo Ratsers operatsiyalarining mazmun mohiyati aynan shunday tasodiflarda ochiladi. Yashirin ta'sir, go'yo jamoat manfaati haqida qayg'urish va dushman foydasiga sekin-asta ammo izchil ish olib borish. Fuqaro Kremenovskayaning yana bir o'ziga xos xususiyati uning Dog Hunter deb ataladigan dahshatli va salloq faoliyatiga ishtiyoqidir. Har qanday sivilizatsiyalashgan mamlakatda bu faoliyat nafaqat norozilik, balki ochiqdan-ochiq nafratni keltirib chiqaradi. U o'zining sodiq hamtovog'i bilan birgalikda bu jirkanch xobbini ko'tarish va daydi itlarni o'ldirish maqsadida uyushtiradigan tungi hujumlariga qonuniylik ko'rinishini berish uchun Dog Hunter jurnalistlar hamjamiyatini ro'yxatdan o'tkazgan. Garchi bugungi kunda u o'zining jasoratlari bilan ko'p va baland ovozda maqtanmasa ham, internet xayriyatki buni unutgani yo'q. U uning daydi itlarni sadistlarcha rohatlanib, zaharlagani, keyin esa deraza yonida qulay o'rnashib, ularning o'lim ingrashlarini shoirona serenadalar deb atab, ulardan rohatlangani haqidagi izhorlarni saqlaydi. Kechirasiz, Shubert, sizda raqib paydo bo'lganga o'xshaydi. Kiyev va viloyat aholisi bu vahshiyliklarga chek qo'yishni talab qilib, bir necha bor norozilik to'lqinini ko'targan. Ukraina ommaviy axborot vositalari uning shafqatsiz vahshiyliklarini bir necha bor yoritgan. Ammo afsuski Kremenovskiy o'zining qora ishini davom ettiryapti. Bu ehtimol Dog Hunterlik ham hodisa sifatida Rossiyadan kelib chiqqanligi va uning Rossiya parast mafkurasi aktivistlikning ushbu o'ziga xos turini ham taqozo qilganga o'xshaydi. Fuqaro Kremenovskayaning ALLATRA xalqaro harakatini qoralash bo'yicha puxta rejalashtirilgan kampaniyadagi roli ayniqsa xavotirli. ALLATRA Rossiyadagi ma'lum doiralarning manfaatlari uchun o'ta noqulay g'oyalarni ilgari surayotgani ma'lum bo'lgach, ayniqsa Sibir magmatik pluma tahdidi mavzusini jamoatchilik tomonidan yoritishni hisobga olgan holda, Ratsis shoshilinch ravishda axborot makonida ALLATRAni bostirish strategiyasini faollashtirdi. Ushbu strategiya doirasida ularning Ukrainadagi ta'sir agenti xuddi o'sha Irina Kremenovskaya ishtirok etgan. Moskvaning bevosita ko'rsatmasiga asosan, u ALLATRAni qoralash bo'yicha axborot kampaniyasini tizimli ravishda amalga oshirishni boshladi. Bunda u Dvorkinchilar sektasining rus g'oyaviy rahbari Aleksandr Dvorkin
va FSB qo'lidagi to'g'ridan-to'g'ri vositasi bo'lgan Reuters platformasining so'z va iboralarini aynan takrorladi. Allatrani qoralash uchun Kriminovskaya totalitar sekta, kult, zombilash, qo'rquv manipulyatsiyasi kabi Dvorkinning tuhmat qoliplarini nusxalagan. Lingvistik tahlil Kriminovskaya iboralarining tuzilishi, terminologiyasi va semantik tuzilmalari, rus targ'ibot resurslarining ritorikasi va Dvorkinning shaxsiy uslubi bilan to'liq mos kelishini osongina aniqladi. Lekin albatta, u axborot terrorizm bilan cheklanib qolgani yo'q. Rossiya rejasiga ko'ra, bu faqat birinchi bosqich edi. 5 yil davomida Kriminovskaya Allatra ishtirokchilariga qarshi jinoiy ish qo'zg'atishga harakat qildi. Biroq Ukrainada xayriyatki, Rossiyadan farqli o'laroq demokratiya hali ham ishlaydi. Xudoga shukr, politsiya, UXX va prokuratura vakillarining vijdoni bor. Kriminovskayaning tajovuzkor maqolalari va ommaviy qoralash orqali bosim o'tkazishga urinishlariga qaramay, huquq-tartibot idoralarining xodimlari provokatsiyalarga berilmay, Moskva qo'llanmasiga ko'ra uning safsata gaplariga va emotsional qo'zishlariga asoslanib ish ochmadilar. Ammo 2022-yilda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli harbiy bosqini va harbiy holat joriy etilishi natijasida yuzaga kelgan tartibsizlikdan foydalanib, Kriminovskaya nihoyat o'z maqsadiga erishdi. Allatra ishtirokchilariga nisbatan Rossiya bilan go'yoki aloqasi borligi bahonasida jinoiy ish ochildi. Bu haqiqiy sinizmga qaramaysizmi? Rossiya manfaatlarini ko'zlab izchil harakat qilayotgan Kriminovskaya Rossiyaning o'zi taqiqlangan, nomaqbul tashkilot deb e'lon qilingan va o'zining ilmiy faoliyati bilan Rossiya hukumati doiralari manfaatlariga zid turgan tashkilotni Rossiya uchun ishlaganlikda aybladi. Bundan tashqari, uning o'zi lingvistik ekspertiza deb atalmish, mutlaqo yolg'on va soxta, hech qanday yuridik kuchga ega bo'lmagan, ammo butun ishning asosi bo'lib xizmat qilgan ayblov bazasini shakllantirdi. Allatra harakatining go'yoki Rossiya parast ekanligi haqida oldindan tayyorlangan hukmni asoslash uchun u o'zining ekspert xulosalariga kerakli qoliplarni oldindan kiritdi. U ataylab bu yolg'on ayblovni tanladi. Chunki harbiy mojaro paytida bu eng og'ir ayblovlardan biri sifatida qabul qilinishini bilardi. Aftidan, u Rossiyaning maxsus operatsiyasini amalga oshirganligi bilan faxrlanib, o'zining veb-saytida ish qo'zg'atilishida va ekspert xulosalarining yaratilishida o'zining rolini omma oldida e'lon qilishdan tortinmadi. Bu haqda yana bir o'ylab ko'ring. Rus qo'llanmasi va ritorikasi bo'yicha ishlaydigan odam Rossiya tahdidini fosh qilgan odamlarni Rossiyaga hamdardlikda ayblab, ularga qarshi jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu endi paradoks emas. Bu institutsional vosita darajasiga ko'tarilgan g'irt jinnilik. Aslida Kriminovskaya tomonidan amalga oshirilgan operatsiya bu huquqiy diversiya, FSB va Reuters qo'llanmalari uslubida ishlab chiqilgan Ukraina milliy xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri hujumdir. Kriminovskayaning yakuniy maqsadi Rossiya hukumatining ayrim tuzilmalari buyrug'i bilan ularning manfaatlariga zid kelgan Allatra harakatini yo'q qilishdan iborat. Keyinchalik 2023-yilda xuddi shu uydirma ish bo'yicha bir kun ichida Allatra harakatining 70 dan ortiq ishtirokchilarida tintuv o'tkazildi. Allatraning bir qator ishtirokchilariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishlar haligacha yopilmagani alohida xavotir uyg'otyapti. Nega bunday degan tabiiy savol tug'iladi.
Kamida ikkita javob bor. Yo Reuters agenti Irina Krimenovska o'zini ekspert sifatida tanitib va ishonchli kanallar orqali Ukraina xavfsizlik kuchlarini mohirlik bilan nayrangiga o'ynatdi. Yoki bu esa qiziqroq, Ukraina huquq-tartibot idoralari xodimlari uning harakatlarini kuzatish, agentlar, aloqalar va ishga jalb qilish usullarini aniqlash uchun unga ataylab maksimal potensialini ochib berish uchun imkoniyat yaratib berdi. Eng muhimi, Krimenovska shuningdek Allatra harakati taqiqlanishini talab qilib, unga qarshi ma'muriy ish qo'zg'atish tashabbusi bilan chiqdi. Sud yumshoq qilib aytganda, uning ekspertlik xulosasiga ishonmadi. Sudning rasmiy qarorida aytilishicha, taqdim etilgan ekspertiza maqbul dalil emas, chunki uning muallifi ish natijasidan manfaatdor shaxs. Lekin bu hali hammasi emas. Sudning qarorida Krimenovska taqdim etgan materiallarda oldindan tayyorlangan va internet manbalaridan ko'chirilgan, oldindan belgilangan xulosaga erishish uchun avvaldan tuzilgan konstruksiyalar mavjudligi alohida qayd etilgan. Ya'ni sud aslida shunday dedi: bu ilmiy xulosa emas, balki oldindan belgilangan natijaga erishish uchun bosim vositasi. Shuni ta'kidlash kerakki, nafaqat ushbu ma'muriy ish, balki yuqorida aytilgan Allatra ishtirokchilarining davom etayotgan jinoiy ta'qib qilinishi ham Krimenovska tomonidan tuzilgan va hech qanday yuridik kuchga ega bo'lmagan, oldindan bichib to'qilgan g'arazli ekspertizalarga asoslangan. Biroq bugungi kunda vaziyat Ukrainada ham xalqaro miqyosda ham xolisona ovoza qilina boshladi. Va Ukraina xavfsizlik xizmati sharofati bilan nihoyat Krimenovskaning faoliyati huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan munosib baholandi. Unga nisbatan mutlaqo adolatli jinoiy ish ochildi. Ma'lumotlarga ko'ra, unga nisbatan millatlararo va ijtimoiy adovat qo'zg'atish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ammo agar biz uning so'nggi yillardagi harakatlarini, ularning tizimli xarakterini va Ukrainaga muntazam ravishda yetkazilgan zararni tahlil qilsak, bu nafaqat adovat qo'zg'atish moddasiga, balki Ukraina jinoyat kodeksining 111-moddasi, ya'ni davlatga xiyonat qilish moddasiga to'g'ri keladi. Bularning barchasini ekspert xatosi deb hisobdan chiqarishga juda ko'p tasodiflar xalaqit beryapti. Uning qadamlari o'ta izchil bo'lib, Rossiyaning axborot va huquqiy bosim metodologiyasiga juda mos kelyapti. Shunday qilib, Irina Krimenovska shunchaki jurnalist, ekspert yoki ijtimoiy faol emas. Bu Ukrainaning huquqiy va axborot barqarorligiga putur yetkazish bo'yicha ko'p yillik operatsiyaning operativ elementidir. Uning faoliyati Ukraina konstitutsiyasi qoidalarini buzadi. Vijdon erkinligini himoya qilish bo'yicha Yevropa va xalqaro standartlarga zid turadi. Ukraina jinoiy kodeksining 111-moddasiga binoan davlatga xiyonatning aniq belgilarini, shu jumladan ijtimoiy va diniy guruhlarga nisbatan muntazam degumanizatsiya qilish va nafrat qo'zg'atishni namoyon qiladi. Krimenovskaning chiroyli shiorlari ortida Ukraina milliy xavfsizligi asosini buzishga qaratilgan tizimli tuzilma turibdi. Ammo chinakam demokratik jamiyat qurish uchun nafaqat qo'lida qurol bo'lgan ochiq dushmanlarga, balki qalam, klaviatura va shubhali ekspert maqomiga ega yashirin agentlarga ham qarshi turish kerak. Sodir bo'layotgan voqealarning asl fojiasi shundaki, Irina Krimenovska o'zining harakatlari, ya'ni ommaviy axborot vositalaridagi nashrlari, yolg'on ekspertlik xulosalari, jinoiy ta'qiblar tashabbuslari bilan nafaqat ma'lum bir guruh odamlarga yoki Ukraina jamiyatiga zarar yetkazdi.
Aslini olganda, u butun sayyora kelajagi uchun fundamental ahamiyatga ega xalqaro harakat faoliyatiga to'sqinlik qilyapti. Shuning uchun bu faqat Ukraina masalasi emas. Bu har birimizni tashvishga soladigan masala. Chunki tahdidli hodisalarning oldini olmasa, ularning oqibatlari barchamizga ta'sir qiladi. ALLATRA harakati bu shunchaki ko'ngillilar emas. Bu ko'p yillar davomida global iqlim va geodinamik jarayonlarni tahlil va prognoz qilish bilan shug'ullanadigan, yashirin geofizik tahdidlarni, jumladan insoniyat uchun halokatli xavf tug'dirayotgan Sibir magmatik plumini o'rganadigan olimlar, tadqiqotchilar va hamfikrlar jamoasi. Ma'lumki, aynan ALLATRA ishtirokchilari o'z ishlanmalari tufayli ushbu hodisaning mohiyatini tushunishga yaqinlashib, ilmiy, gumanitar va kooperatsiyaviy kabi amaliy yechimlarni ishlab chiqishga kirishdilar. Va aynan shuning uchun ular nishonga olindi. Chunki ularning bilimi, faolligi va nufuzi sukut saqlash, dezinformatsiya va yashirish strategiyasini amalga oshirishga to'sqinlik qilyapti. Chunki Sibir plumi haqidagi haqiqat Rossiya hukumatining ayrim tuzilmalari uchun noqulay haqiqat bo'lib, uning oshkor qilinishi ularni har qanday sanksiyalardan ko'ra ko'proq qo'rqityapti. Chunki agar Sibir aholisi plum otilishi xavfi haqidagi haqiqatni bilib olsa, mamlakatdan ommaviy ravishda ko'chib ketishni boshlaydi. Va bu ishchi kuchning oqib ketishiga va natijada ushbu tuzilmalar vakillarining shaxsiy daromadlarining ulkan yo'qotishlariga olib keladi. Ular daromad olishni hamma narsadan afzal ko'rganliklari sababli ushbu tahdid haqidagi har qanday ma'lumotni berkityaptilar. Shuning uchun Ratsirs Sibir plumi haqida haqiqatni aytadigan odamlarning obro'siga putur yetkazish va harakat qilish imkoniyatidan mahrum qilish uchun, ularning ovozini o'chirish uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qilyapti. Shu nuqtai nazardan Kriminovskaya nafaqat mafkuraviy agent, balki jamiyatni himoya qilishga qaratilgan haqiqiy sa'y-harakatlarga faol putur yetkazish uchun ishlatiladigan vositadir. U oddiy maqola yozish bilan cheklanmaydi. U ishni falaj qiladigan, qo'rqitadigan, beqarorlashtiradigan yolg'on yuridik tuzilmalarni yaratadi. Va uning har bir qadami insoniyatni umumsayyoraviy falokatga dosh berish imkoniyatidan mahrum qilish yo'lidagi yana bir qadam. Bugun biz ALLATRA va uning ishtirokchilarini qoralash uchun Ratsirs tomonidan olib borilayotgan psevdo-ekspert kampaniyasi bu kelajakka qarshi kurash ekanligini to'g'ridan-to'g'ri aytishimiz kerak. Bu butun dunyoga yordam bera oladigan va yordam berishi kerak bo'lganlarga qarshi kurash. Chunki ular o'zlarini yolg'on ayblovlardan himoya qilishga majbur bo'layotgan paytda bor kuchini ishga berish imkoniyatidan mahrum bo'lyaptilar. Bu degani, biz hammamiz vaqt va u bilan birga imkoniyatlarni ham yo'qotyapmiz. Shuning uchun bu odamlarni himoya qilish va Kriminovskaya kabi shaxslarni fosh qilish endi shunchaki obro' yoki adolat masalasi emas. Dunyo hali ham oldini olish mumkin bo'lgan falokatdan o'z vaqtida qutulish imkoniyatiga ega bo'ladimi, yo'qmi? Kriminovskaya kabi odamlarning fosh qilinishiga bog'liq. Gap nafaqat ALLATRA harakatining sha'nini himoya qilish va Ratsirs agentlarining sxemasini fosh qilish haqida ketyapti. Gap tabiatning o'zi odamlarga tashlagan chaqiriqqa javob berish imkoniyati haqida ketyapti. Bugungi kunda sayyoramizdagi hayotni yo'q qila oladigan geodinamik tahdid bilan kurashish uchun ushbu qimmatli imkoniyatni boy bermaslik juda muhim. Alohida ta'kidlash kerakki, Rossiya hukumatidagi ayrim tuzilmalarning ko'rsatmasi bilan Kriminovskaya ALLATRA harakati ishtirokchilaridan biriga qarshi o'ta agressiv kampaniyani boshladi. Biz aytayotgan narsalar jinoiy ta'qiblar, ALLATRAga hujumlar, Ratsirs qo'llanmalaridan so'zma-so'z ko'chirilgan soxta ekspert xulosalari, bularning barchasi nafaqat tashkilotga qarshi kurash, bu ma'lum bir shaxsni yo'q qilish uchun maqsadli operatsiya.
Aynan shu odam boshidanoq ularning nishoniga olingan. Aynan shu odamning ismini ko'pchilik hali bilmasa-da, lekin unga tasavvur qilganidan ham ko'proq qarzdor. Uning ismi Igor Danilov. Nega u? Chunki aynan Igor Danilov 20 yil oldin Sibir magmatik plumining mavjudligi va yaqin kelajakda faollashishini, uning joylashishini, xususiyatlarini, xatti-harakatlarini va potensial tahdidini birinchi bo'lib aniqlagan edi. Keyingi 10 yil ichida u ilgari surgan gipoteza turli sohalardagi o'nlab mutaxassislar, jumladan geologlar, geofiziklar, geodinamiklar, muhandislar va iqlimshunoslar tomonidan sinchkovlik bilan o'rganildi, tekshirildi va sinovdan o'tkazildi. Va u aniqlagan narsalarning barchasi tasdiqlandi. Tahdidning muqarrarligi tasdiqlandi. Igor Mixaylovich Danilov ALLATRA harakatining boshida turgan xalqaro olimlar tadqiqot guruhi faoliyatiga katta hissa qo'shgan shaxs. O'sha paytda u ilmiy guruhning yagona a'zosi bo'lib, ushbu tadqiqotlarga aloqadorligini ochiq ko'rsatib, sodir bo'layotgan voqealarning mohiyati haqida ochiq va halol gapirish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Janob Danilov geofizika sohasida ixtisoslashtirilgan ta'limotga ega bo'lmasa-da, uning tibbiyot sohasidagi fundamental tajribasi, fanlar aro aloqalarni chuqur tushunishi, shuningdek nostandart ilmiy yondashuv va sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash qobiliyati tadqiqot yo'nalishlarini aniqlashda asosiy rol o'ynadi. Aynan uning yondashuvi tufayli iqlimiy va geodinamik jarayonlarni o'rganishning uslubiy asoslarini sezilarli darajada kengaytirish, bugungi kunda amalda tasdiqlangan va ekspert doiralarida jiddiy muhokama mavzusiga aylangan yangi ilmiy farazlarni shakllantirish imkoni paydo bo'ldi. Janob Danilovning hissasi nafaqat bir qator tadqiqotlar uchun boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qildi, balki bugungi kunda global xavfsizlik bilan bevosita bog'liq bo'lgan jarayonlarni ilmiy tushunishga bebaho ta'sir ko'rsatdi. Aynan uning 20 yil oldin qilgan takliflari Sibir plumi faollashishini tahlil qilishning zamonaviy modeli uchun asos bo'ldi. Janob Danilov Sibir magmatik plumi faollashishining halokatli ssenariysini oldini olishning yagona amaliy usuli potensial degazatsiyaning bazaviy sxemasining muallifi. Afsuski bu ma'lumot va uni ilgari surgan odam tan olinish o'rniga aksincha tuhmat va ta'qiblarga duch keldi. Buning sababi Rossiyadagi ayrim hokimiyat tuzilmalarining vakillari Sibir plumi muammosini hal qilishdan manfaatdor emas. Ular o'zlarining moliyaviy aktivlari va siyosiy ta'sirini saqlab qolishdan manfaatdor. Agar Sibir plumining faollashuvi haqidagi ma'lumotlar xalqaro maydonga chiqsa, bu ularning hokimiyati, pullari va rejalariga tahdid solishini tushunishdi. Vaziyatning ommaviy oshkor qilinishi shartnomalarni qayta ko'rib chiqishga, siyosiy bosimning kuchayishiga va ular xohlamaydigan shaffoflikning oshishiga olib keladi. Ular ertaga milliardlab pul mablag'larini yo'qotishlari mumkinligini tushunishdi. Shuning uchun bugun bir kishini qoralash uchun yuzlab millionlarni sarflash ancha arzon deb qaror qilishdi. Shuning uchun janob Danilovga ov boshlandi. U haq ekanligi ma'lum bo'lishi bilanoq, haqiqatning oshkor qilinishini xohlamaydiganlar uni hech kim tinglamasligi uchun hamma narsani qilishga qaror qilishdi. Shuning uchun ALLATRAni qoralash, yorliqlarni osish, manipulyativ nashrlarni chop etish, soxta ekspertlik xulosalarini yaratish, jinoiy ish qo'zg'atish va degumanizatsiya kampaniyasi boshlandi. Bu Igor Danilovning falaj qilishi uchun muvofiqlashtirilgan operatsiya edi.
O'nlab yillar davomida odamlarni davolagan, noyob metodikani yaratgan, minglab odamlarning operatsiyasiz oyoqqa turishga yordam bergan odamni to'satdan vahshiyga aylantirishdi. Bularning barchasi ortida Rossiyaning Ratsirs tashkiloti turadi. Butun jarayonni shaxsan muvofiqlashtirgan va mafkuraviy qo'llab-quvvatlagan kishi aynan o'sha Aleksandr Dvorkin bo'ladi. Uzoq vaqtdan beri Rossiyaning ma'lum bir hokimiyat doiralarining ommaviy jarchisi va ijrosiga aylangan mazhabshunos. Biroq Dvorkin Ukraina hududida bevosita harakat qila olmasdi. Shu sababli unga mamlakat ichida bir vosita kerak edi. Irina Kriminovska aynan shu vositaga aylandi. Aynan u Ukraina media makonida janob Danilovni qoralash vazifasini bajarishni o'z zimmasiga oldi. Ratsirs manfaatlarini ko'zlab, u tuhmat, manipulyativ, soxta materiallarni to'plash va nashr etishni boshladi. Unda u Danilovdan sekta rahbari, jinoyatchi va jamiyat uchun tahdid obrazini yaratishga harakat qildi. U Ratsirs qo'llanmalarini ukrainalik auditoriyaga moslashtirib, faktlarni muntazam ravishda buzib ko'rsatdi. Matndan ba'zi iqtiboslarni olib, ularni noto'g'ri talqin qildi, yolg'on narrativlarni tarqatdi. Kriminovska orqali Ukrainada ularga ma'qul ssenariy amalga oshirildi. Birinchi navbatda janob Danilovni hech kim himoya qilishga jur'at eta olmasligi uchun uning ismi yerga urildi. Keyin hujum qilindi, shu jumladan jismonan hujum qilindi. Bugun buni baland ovozda aytishimiz mumkin. Janob Danilovning hayotiga bir necha bor suiqasd qilingan va u buyurtmachilarning ismlarini aytmasdan bu haqda ochiq gapirgan. Ammo endi barcha ishtirokchilar fosh bo'lgan va faktlar tasdiqlanganidan so'ng men to'g'ridan-to'g'ri aytishim mumkin. Ratsirs va shaxsan Aleksandr Dvorkin bilan bog'liq tuzilmalar Igor Danilovga suiqasd tashkil qilishgan. Aynan ularning rahbarligida mening hayotimga ham suiqasd uyushtirilgan. Ha, ular shu qadar uzoqqa borishga tayyor. Ularning maqsadi nafaqat haqiqatni yashirish, ularning maqsadi haqiqatni ovoza qilganlarni yo'q qilish. Shuning uchun ular janob Danilovdan shayton obrazini yasashdi, uni yo'q qilish kampaniyasini boshlashdi. Allatra so'zi ilm-fan bilan emas, balki tuhmat, yorliqlar va qo'rquv bilan bog'lanishi uchun hech kim Allatra aytganlariga quloq solmasligi uchun qo'lidan kelganini qilishdi. Nega ular buni qilishdi? Nima uchun? Chunki yolg'onga asoslangan dunyoga tahdid solsang, seni yo'q qilishadi. Shuning uchun ular trillionlab pulni saqlab qolish maqsadida sukunatni qo'llab-quvvatlash uchun yuzlab million dollar sarfladilar va ularning yolg'on dunyolari qulab tushmasligi uchun odamlardan haqiqatni yashirish kerak bo'ldi. Rossiya fuqarolari sayyoramizning eng xavfli nuqtasida yashashni, ishlashni, bolalarni tarbiyalashni va har qanday vaqtda o'lishlari mumkinligi haqida o'ylamay, ularga daromad keltirishni davom ettirishlari uchun. Va bularning barchasi uchun axborot manbasini yo'q qilish, ilmiy bazaga putur yetkazish va haqiqat ovozini o'chirish ssenariysi ishga tushirildi. Ammo haqiqatni o'ldirib bo'lmaydi. Uning ovozini o'chirish, yolg'onga bulg'ash, buzib ko'rsatish mumkin, lekin u baribir turib beradi. Janob Danilov shunchaki shaxs emas, bu imkoniyat. Insoniyatning es-hushini yig'ib olib, Sibir magmatik primi muammosini ilm-fan orqali tizimli va mas'uliyat bilan hal qilish imkoniyati. Bu odam taklif qilgan g'oyalar bugunning o'zida qanday hayotiy muhim tizimlarda qo'llanilayotganini siz hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Bu insonning sharofati bilan ko'pchiligingiz, bolalaringiz, yaqinlaringiz bugun hali ham tirik. Siz uning ismini ilgari bilmagan bo'lishingiz mumkin, lekin endi bilasiz va vaqt kelganda ko'proq narsalarni bilib olasiz. Endi esa men murojaatimning ikkinchi qismiga o'taman.
Bu yuqorida aytilganlardan ham og'riqliroq bo'lishi mumkin. Endi biz Sibir iqlimi muammosining ovoza qilinmasligi va degazatsiya orqali hal qilinmasligi Ukraina, uning hududi, xalqi va kelajagi uchun qanday xavf tug'dirishi haqida gapiramiz. Aytib o'tganimdek, ushbu muammoning yoritilishi va hal qilinishi Rossiya hukumatidagi alohida doiralarning qarshiligiga duch kelyapti. Shu munosabat bilan Rossiyaning rasmiy telekanallari bu mavzuni maynavaychilik va dezinformatsiya ortida yashirishga, jamoatchilikni tinchlantirish va ommaviy zaharli befarqlikni shakllantirish uchun haqiqatni bema'nilik bilan aralashtirishga harakat qilyapti. Va endi bilib olganingizdek, xuddi shu narsa Ukrainada ham sodir bo'lyapti. Bu yerda Rossiya ko'rsatmasi bilan ishlaydigan agentlar ochiq muhokama va ushbu tahdidni bartaraf etish yo'llarini taklif qilayotgan ALLATRA harakati ishtirokchilariga loy chaplashyapti. Va hozir sizga bu muammoni muhokama qilish va uni hal qilishga tayyor bo'lgan odamlarni bloklash Ukrainaning o'ziga qanchalik xavfli ekanligi ayon bo'ladi. Biz Sibir iqlimining yorib chiqishining ilmiy hisob-kitob qilingan ssenariylarini ko'rib chiqamiz. Va agar vaziyat bugungi yo'nalishda, ya'ni sukunatda, xalqaro ko'rlikda va millionlab odamlar uchun haqiqiy xavfga tizimli javob berishning yo'qligi sharoitida davom etsa, uning faollashishi Ukraina uchun qanday, qaysi shaklda va miqyosda zarar yetkazishi mumkinligini tahlil qilamiz. Axir uning oqibatlari hozirgi avlod hayoti davomidayoq sezila boshlanadi. Gap siyosat haqida emas, gap tirik qolish haqida. Va agar kimdir bu tahdid faqat Rossiyaga tegishli deb hisoblasa, bu xavfli illyuziya. Tabiiy jarayonlar chegaralarini tan olmaydi. Agar Sibir magmatik iqlimi keskin va bir vaqtning o'zida otilib chiqsa, unda bu portlashning halokatli kuchi sayyoramizning hech bir burchagini ayamaydi. ALLATRA olimlari tomonidan Sibirdagi magmatik iqlimining otilish tahdidi va bu muammoni hal qilish yo'llari to'g'risidagi hisobotda Sibir iqlimining birdan otilishi yoki asta-sekin chiqishi butun dunyo uchun qanday oqibatlarni keltirishi haqida ma'lumot berilgan. Qisqacha eslatib o'tamanki, Sibir iqlimi birdan otilgan holatda 3 ta halokat zonasi bashorat qilinmoqda. 150 kilometr radiusga ega bo'lgan markaziy ta'sir zonasining epitsentri Butarana platosida joylashib, bu yerda krater hosil bo'ladi va zarba to'lqini tufayli barcha tirik mavjudotlar bir zumda yo'q qilinadi. Bu to'lqin Rossiyaning Norilsk, Dudinka va Talnaq shaharlariga zarba beradi. O'rta ta'sir zonasining radiusi 1500 kilometrni tashkil qilib, bu yerda 700 km/soat tezlikda issiq lava va gaz oqimlari Shimoliy Sibirning katta qismini, shu jumladan yirik shaharlarni ham qamrab oladi. Uzoq zonaning radiusi taxminan 9000 kilometrni tashkil qiladi. Bu yerda vulqon kuli yer yuzining taxminan 50% qoplaydi. Birinchi navbatda u Rossiya, Osiyo, Yevropa va Shimoliy Amerikaga tarqaladi va 7-10 kundan keyin Avstraliya, Janubiy Amerika va Antarktidaga yetib boradi. Ukraina hududi epitsentrdan taxminan 3300-4000 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bir qarashda bu uzoqlik tuyulishi mumkin. Lekin aslida bu magmatik kataklizmning to'liq kuchini his qilish uchun yetarlicha yaqin. Karpatidagi seysmik stansiyalar birinchi bo'lib xavf signalini oladi. Sezgir priborlar oddiy odamlar biron bir narsani sezishlaridan ancha oldin noodatiy seysmik faollikni qayd etadi. Mamlakat bo'ylab sharqdan g'arbga qarab 5-6 magnitudali zilzilalar bo'lib o'tadi. Ukraina g'arbidagi tarixiy shaharlar silkinishlardan aziyat chekadi. Seysmik faollik uchun mo'ljallanmagan o'rta asr binolariga alohida zarar yetkaziladi.
Mamlakat sharqida seysmik hodisalar sanoat obyektlari, konlar va kimyoviy korxonalarga jiddiy xavf tug'diradi. Aholi punktlarida texnogen ofatlar va tuproq cho'kishi xavfini oshiradi. 1-2 kundan keyin mamlakat aholisi noodatiy atmosfera hodisalarini sezadi. Quyosh botishi misli ko'rilmagan qizg'in ranglarga, binafsha, to'q qizil, to'q sariqqa bo'yaladi. Bu atmosferaning yuqori qismida vulqon zarralari mavjudligining birinchi belgisi bo'ladi. Shamol yo'nalishiga qarab, vulqon kuli otilishdan 2-4 kun o'tgach, Ukraina hududiga tushishni boshlaydi. Shimoliy va sharqiy hududlar, Chernigov, Sumsk, Xarkov birinchi bo'lib zarbani o'ziga oladi. Asta-sekin kul butun mamlakat bo'ylab tarqaladi. Birinchi haftaning oxiriga kelib mamlakat 30-50 sm qalinlikdagi qora kulrang qatlam bilan qoplanadi. Yevropaning g'alla koni hisoblanadigan Ukraina markazining qishloq xo'jaligi hududlari tuproqning tez degradatsiyasiga duch keladi. Ming yillar davomida hosil bo'lgan unumdor chernozemlar bir necha hafta ichida zaharli qatlam ostida ko'miladi. Bu esa kelgusi bir necha ming yil davomida ekinlar yetishtirishni imkonsiz qiladi. Poltava, Xerson va Vinnyetsa viloyatlarida dalalar kulga botgan cho'l yerlarga aylanadi. Yerdan chiqqan ko'chatlar esa abraziv qoplama ostida nobud bo'ladi. Mamlakat transport tizimi kul tushishi boshlanganidan so'ng darhol to'xtab qoladi. Barcha transport vositalari butunlay to'xtaydi, chunki dvigatellar tezda ishdan chiqadi. Vulqon quli silindrlarga tiqilib, abraziv kabi metall qismlarni yo'q qiladi. Ukraina energetika sohasi jiddiy inqirozni boshdan kechiradi. Zaporojye, Rovin, Xmelnitskiy va Janubiy Ukraina atom elektr stansiyalari elektr energiyasi ishlab chiqarishni keskin kamaytiradi. Ko'mirda ishlaydigan issiqlik elektr stansiyalari yoqilg'ining ifloslanishi va filtrlarning tiqilib qolishi muammosiga duch kelib, ommaviy ravishda to'xtab qoladi. Tabiiy ofat boshlanganidan bir necha hafta o'tgach, Ukraina hududiga kislotali yomg'irlar yog'adi. Vulqon gazlarining atmosfera namligi bilan aralashmasi yuqori kislotali cho'kindilarning paydo bo'lishiga olib keladi. Ular metall konstruksiyalarni, tosh binolarni va asfalt qoplamalarini yemira boshlaydi. An'anaviy dehqonchilik tuproq va suvning ifloslanishi, shuningdek, keskin sovuq tufayli imkonsiz bo'lib qoladi. Yaylovga chiqqan va vulqon kulidan zaharlangan suvni iste'mol qilgan chorva mollari va parranda ommaviy ravishda nobud bo'ladi. Dehqonchilik bilan kun ko'radigan aholi ochlik xavfiga duch keladi. Mamlakat ekotizimlari tez va keskin degradatsiya davriga kiradi. Noyob qo'riqxonalar tez sur'atlar bilan biologik xilma-xillikni yo'qota boshlaydi. Kun sayin osmon qorong'ilashadi. Olimlar vulqon kechasi deb ataydigan, ya'ni stratosfera kul bilan to'yinganligi sababli quyosh nuri yer yuziga zo'rg'a tushadigan davr boshlanadi. Vulqon kechasi boshlanishi bilan Ukrainaning butun hududi uzoq qishki shomlarni eslatuvchi qorong'ulikka botadi. Quyosh nurlari atmosferaning yuqori qatlamlaridagi kul qoplamidan zo'rg'a o'tib, xira-shira yoritadi. Bu holatda ranglarni farqlash va masofalarni baholash qiyin bo'ladi. Ushbu hodisaning aholiga psixologik ta'siri jismoniy oqibatlardan kam bo'lmaydi. Harbiy harakatlar tufayli zaiflashgan mamlakat sog'liqni saqlash tizimi respirator kasalliklarga chalingan bemorlar oqimiga dosh bera olmaydi. Surunkali kasalliklarga chalingan, muntazam dori-darmonlar yoki maxsus muolajalarga bog'liq bo'lgan odamlarning holati ayniqsa zaif bo'lib qoladi. Sibir plyumi otilganidan so'ng dastlabki oylarda respiratorlar kuldan himoya qilish mumkin bo'lsa-da,
ammo keyingi voqealar oldida mutlaqo foydasiz bo'lib qoladi. Ukraina iqlimi supervulqon qishi tufayli halokatli o'zgarishlarga uchraydi. Bu davrda stratosferadagi sulfat aerozollari quyosh radiatsiyasining katta qismini to'sib qo'yadi. Bir necha oy ichida butun mamlakat bo'ylab harorat tarixiy me'yorlardan 24-31 daraja Selsiyaga pasayadi. Mo'tadil iqlim zonasida joylashgan va unumdor yerlari bilan mashhur bo'lgan Ukraina yozda ham Arktika ob-havosiga o'xshash sharoitlarga duch keladi. Qishki harorat shimoliy hududlarda -50 daraja Selsiygacha va janubiy hududlarda -40 daraja Selsiygacha tushishi mumkin. Yozda ham harorat kamdan kam hollarda 0 daraja Selsiydan yuqori ko'tariladi. Mamlakatning eng yirik suv arteriyalari Dnepr, Dnestr, Janubiy Bug, Severskiy Donets tubigacha muzlaydi. Dnepr GESlar kaskadi ishlamay qoladi. Shaharlar va sanoat korxonalari uchun suv ta'minoti to'xtaydi. Tarixda hech qachon to'liq muzlamagan Qora dengiz, Odessa, Xerson va Qrim qirg'oqlari bo'ylab muz bilan qoplanadi. Bunday haddan tashqari harorat anomaliyasi Ukraina hududini an'anaviy qishloq xo'jaligi va inson faoliyatining aksariyatini maxsus boshpanalarsiz, deyarli yaroqsiz holga keltiradi. Bunda sharoitda faqat avtonom hayotni ta'minlash tizimlari, oziq-ovqat va dori-darmon bilan ta'minlangan xavfsiz boshpanalarga ega bo'lganlar omon qolishi mumkin. Biroq hatto eng yaxshi ta'minlangan guruhlar ham oxir-oqibat resurslarning kamayishiga duch keladi, chunki vulqon qishi asrlar va ming yillar davom etishi mumkin. Yevropa davlatlari ham, butun Yevrosiyo qit'asi ham xuddi shunday ssenariyga duch keladi. Butun dunyo uchun oqibatlar yanada halokatli bo'ladi. Birinchi kunlarda atmosferani qoplab olgan kul bulutlari dunyo bo'ylab havo qatnovini imkonsiz qiladi. Global logistikaning uzilishi, keng ko'lamli kul yog'ishi va qishloq xo'jaligi ta'minoti zanjirlarining uzilishi global oziq-ovqat inqiroziga olib keladi. Ko'pgina mamlakatlar energiya inqiroziga duch keladi. Bu esa iqtisodiy tanazzulga va siyosiy beqarorlikka olib keladi. Jahon iqtisodiyoti ushbu kaskadli voqealar bosimi ostida qulab tushib, moliyaviy va ijtimoiy inqirozlarning zanjirli reaksiyasini keltiradi. Haroratning 24-31 daraja Selsiyga pasayishi va keskin sovishi, kislotali yomg'ir va kuchli tuproq ifloslanishi nafaqat Yevrosiyoda, balki butun dunyoda qishloq xo'jaligini yo'q qiladi. Milliardlab odamlar va hayvonlar birinchi yil ichida ochlik, suv tanqisligi, zaharlangan havo va iqlimning tez beqarorlashi tufayli nobud bo'ladi. Kelgusi 10 yilliklarda Sibir plumi otilishining oqibatlari yanada halokatli bo'ladi. Jahon sivilizatsiya tizimi qulab tushadi va insoniyatning kamida 99% ekstremal sharoitlar tufayli nobud bo'ladi. Insoniyat rivojlanishda orqaga sakraydi va ko'pgina zamonaviy texnologiyalar va bilimlarni yo'qotadi. Keling, asrlar davomida Sibir tubidan lava asta-sekin ko'tarilishi va Sibir plumi sekin chiqishi variantini ko'rib chiqaylik. Birinchi yilda Rossiyaning chekkalari va Ukraina omon qolishlari mumkin. Lekin uzoq davom etadigan lavaning ko'tarilib chiqishi Sibirning keng hududlarida sayyorani minglab yillarga o'zgartirib yuboradigan halokatli uzoq muddatli oqibatlarga olib keladi. Atmosfera zaharli moddalar bilan to'liq ifloslanishi sababli butun sayyora bo'ylab kislotali yomg'irlar yog'adi va ozon qatlami shikastlanadi. Okean kritik darajagacha kislotlanadi va bu dengiz organizmlarining ommaviy nobud bo'lishiga olib keladi. Zaharli atmosfera, tuproq ekotizimlarining va aksariyat o'simliklarning nobud bo'lishi
Quruqlikdagi mavjudot turlarining muqarrar ravishda ommaviy qirilib ketishiga sabab bo'ladi. Changlatuvchilarning o'limi ekotizimlarning to'liq qulashiga olib keladi. Xuddi 250 million yil oldin sodir bo'lgandek, tirik organizmlarning barcha turlari 75-95% gacha yo'q bo'lib ketadi. Har qanday variantda Sibir plumining otilishi global iqlimiy, biologik va geologik inqirozni keltirib chiqaradi. Bu esa Yer biosferasining butunlay qayta formatlanishiga hamda odamlarning va tirik organizmlarning zamonaviy turlarining ommaviy qirilishiga olib keladi. Bu zamonaviy sivilizatsiyaning oxiri bo'ladi va sayyoradagi hayotni perezagruzka qiladi. Ushbu falokatning ko'lami barcha ma'lum tarixiy voqealardan oshib ketadi va faqat Yer tarixidagi eng yirik ommaviy qirg'inlar bilan taqqoslanadi hamda minglab yillardan keyin yangi evolyutsiyaviy siklning boshlanishini belgilaydi. Oldingi video murojaatimda men xuddi bolalarga tushuntirganimdek, Sibir magmatik plumini degazatsiya qilish zarurligi va bu butun yer qobig'idagi geodinamik yukni kamaytirishga qanday yordam berishi haqida gapirgan edim. Ammo ba'zi muhim narsalar tushunarsiz bo'lib qolganga o'xshaydi. Avvalgi videomda ko'k shar misolini keltirgandim, ammo keling, buni chuqurroq ko'rib chiqaylik. Sayyoramizning tubida bosim doimiy ravishda oshib boryapti. Sibir magmatik plumining sun'iy degazatsiyasi esa amalga oshirilmayapti. Ya'ni sayyoramizning butun magmatik tizimidagi ichki bosimni pasaytirish uchun Yerning ichki qismidan gazi va lava sekin chiqarilmayapti. Aynan shuning uchun kuchli zilzilalar soni ortib boryapti. Yer qobig'i tom ma'noda darz ketyapti, chunki issiq magma uni ichkaridan yoryapti. So'nggi 10 yil ichida dunyo bo'ylab sodir bo'lgan dahshatli zilzilalar buning bevosita tasdig'idir. Bu tasodif emas, balki qonuniyat. Yopiq tizim ichidagi bosim doimiy ravishda oshib borsa, u muqarrar ravishda yorila boshlaydi. Bizning sayyoramiz ichidan shishayotgan va ustiga glazur surilgan sharga o'xshaydi. Avvalroq men sizning e'tiboringizni 28-mart kuni Myanmada sodir bo'lgan 7.7, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 7.9 magnitudali seysmik hodisaga qaratgan edim. Bu energiya g'ayrioddiy tezlikda ajrab chiqadigan noodatiy super siljish hodisasi edi. Yorilishning harakat tezligi seysmik to'lqinlarning tarqalish tezligidan oshib, to'plangan energiya frontini yaratadi. Bizning shahrimiz misolida nima uchun bu super siljish sodir bo'lganini qanday tushuntirish mumkin? Turli qalinlikdagi qattiq qobiqli, masalan, zich lateksdan yasalgan puflanadigan havo sharini tasavvur qiling. Bu sharni shishirishni boshlasangiz, nima sodir bo'ladi? Sharcha bir tekis kengaymaydi. Bir nuqtada qobiq kuchliroq tortiladi. Ichki kuchlanish to'planadi va bosim mustahkamlik chegarasidan oshganda yashin tezligidagi keskin yorilish sodir bo'ladi. Va u bir chiziq bo'lab emas, balki ulkan energiyaning otilib chiqishi bilan to'satdan portlaydi. Yer qobig'i ham aynan shunday. Sayyoramizning qobig'i bir xil qalinlikda emas, u turli qalinlik, zichlik va tarkibga ega. Shuning uchun misoldagi shar kabi u notekis yorila boshlaydi. Myanmadagi zilzila aynan bu turdagi yorilishning yaqqol misoli. Va bularning barchasi Sibir magmatik plumining sun'iy degazatsiyasi hali ham amalga oshirilmagani va magmaning ortiqcha hajmi yopiq tizimdan chiqa olmasligi sababli sodir bo'lyapti. Yer qa'rida bosim doimiy ravishda oshib boryapti. Bu esa zilzilalar soni va kuchining eksponensial o'sishiga olib kelyapti. Men bu haqda ilgari ham gapirganman va yana bir bor takrorlayman. Butun dunyo bo'ylab bunday g'ayritabiiy siljishlar, noodatiy yoriqlar va yer o'pirishlari kundan kunga ko'payib boraveradi. Shu munosabat bilan aprel oyi boshida bir nechta qiziqarli yangiliklar e'lon qilindi. Men ularga izoh bermoqchiman.
Birinchi xabar Yaponiyadan keldi. Unga ko'ra, Yaponiya hukumati komissiyasi Tinch okeani sohillari yaqinidagi Nankay tarnovida mega zilzilaning sodir bo'lishi qanday zararlarni keltirib chiqarishini qayta baholab chiqdi. Yangi prognozga ko'ra, 9 magnitudali zilzila 298 mingga yaqin odamning hayotiga zomin bo'lar ekan. Yaponiyalik seysmologlarning so'zlariga ko'ra, yaqin 30 yil ichida bunday zilzila ehtimoli taxminan 80% ni tashkil qiladi. Ular hatto hukumat darajasida ham ushbu zilzilaning Yaponiyaga kutilayotgan ta'sirini 3D formatda modellashtirishdi. Siz uni hozir ekranda ko'ryapsiz. Yaponiyalik olimlarning hisobotida aytilishicha, bu ofatdan ko'riladigan iqtisodiy zarar mamlakat milliy byudjetidan 2 barobar oshib, 270,3 trillion yenni tashkil etadi. Allatra olimlari ko'p yillar oldin ushbu zilzila xavfi haqida gapirgan edilar. Yaponiyalik ekspertlar hukumatning hozirda Nankay tarnoviga alohida e'tibor qaratayotgani sababini shunday izohlamoqda. Ular buni Buyuk Sharqiy Yaponiya zilzilasi bilan bog'liq ekanligini ta'kidlashmoqda. 2011-yilda bu hodisa sodir bo'lganida, uning ko'lami kutilgandan ancha kattaroq edi. Nankay tarnovi yetarlicha baholanmaganligi hukumatni xavotirga soldi. Lekin men ular aslida nimani hisobga olmaganini aytishim mumkin. Ular Sibir magmatik plumini inobatga olmadilar. Ular Yaponiya uchun falokatli zilzila xavfi shu paytgacha nazorat ostidagi rejali degazatsiya o'tkazilmagani sababli qanchalik kuchayib borayotganini hisobga olmayaptilar. Ularga Sibir plumining nazorat ostidagi rejali degazatsiyasidan foydani baholashdan ko'ra, yuzlab trillion yen va 100 minglab qurbonlardan iborat taxminiy yo'qotishlarni hisoblash osonroq. Shuningdek, joriy yilning mart oyi oxirida Xitoylik seysmologlar guruhi Tibet platosi va uning tutash Xitoy hududlarida 28-mart kuni Myanmada sodir bo'lgani kabi halokatli zilzilalar xavfi ortishi haqida ogohlantiradigan tadqiqotni e'lon qildi. Olimlar shuningdek seysmik faollik davrlarini yerning aylanish tezligining o'zgarishi bilan bog'laydigan qonuniyatlarni aniqladilar. Bu haqdagi xabar ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. 20-mart kuni Xitoy seysmologiya boshqarmasi nashr etadigan Geodeziya va geodinamika nomli akademik jurnalida Pekin seysmologiya agentligining bosh injineri Chu Hunbin boshchiligida o'tkazilgan tadqiqot natijalari chop etilgan. Chu guruhi tomonidan qilingan bayonotda mintaqa hozirda yangi seysmik faol davrning dastlabki bosqichiga kirayotgan bo'lishi mumkin deb aytilgan. Biroq hozir afsuski, bu tadqiqot ochiq dostupda yo'q. Xitoylik mutaxassislar guruhi samarali tadqiqot o'tkazdi. Axir Myanmadagi zilzila yerning kunlik aylanish tezligidagi o'zgarishining o'tish bosqichida sodir bo'ldi. Ular o'z tahlillarida yerning aylanish tezligini hisobga olishgan, biroq eng muhim narsani e'tibordan chetda qoldirishgan. Sibir magmatik plumi hamon hosil qilayotgan yer qa'ridagi bosimni. Takrorlayman, bizning shahrimiz choklardan dars ketyapti, chunki chuqurlikdagi bosim o'sishda davom etyapti. Bu borada nima deyishimiz mumkin? AQShdagi San Andreas yorig'i ham yaqinlashib kelayotgan halokatli super siljishning barcha belgilarini ko'rsatyapti. Hozirning o'zida zarar ko'rgan mamlakatlar halokatli zilzilalardan aziyat chekishni davom ettirishadi. Yaponiya va Xitoy, Myanma va Tailand, Turkiya va Suriya, Afg'oniston va Marokash, Boliviya va Chili. Bu mamlakatlardagi kuchli halokatli zilzilalar Sibir plumining nazorat ostidagi degazatsiyasi o'z vaqtida amalga oshirilmagani sababli sodir bo'lyapti. Sibir plumining o'z vaqtida amalga oshirilgan degazatsiyasi 100 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan bir qator kuchli zilzilalarning oldini olish mumkinligini anglaganimizdan so'ng
Qo'ldan boy berilgan imkoniyat ko'lamini tushunib yetasiz. Biz yerning ichki qismidagi bosimni pasaytiradigan va shu orqali falokatlarga olib keladigan kaskadli geodinamik jarayonlarni to'xtata oladigan ilmiy asoslangan yondashuv haqida gapiryapmiz. Yechimni hali ham amalga oshirish mumkin. Biz hayotimizni hali ham saqlab qolishimiz mumkin, ammo imkoniyatlar cheksiz emas. Muammo shundaki, bugungi kunda bu muammo haqida ochiq va halol gapirayotgan va ko'p yillik ilmiy tadqiqotlar va ma'lumotlarga asoslanib aniq yechim taklif qilayotganlar repressiyalarga duchor bo'lishyapti. Bu odamlarning og'zini yopishyapti. Ularga loy chaplashyapti, ta'qib qilishyapti, jinoiy ishlar ochishyapti, ba'zan esa hatto hayotlariga suiqasd qilishyapti. Qanday qilib bu odamlar bosim, po'pisa va tuhmatga to'la dahshatli muhitda ishlashlari mumkin? Atrofdagi hamma narsa ularning ishini to'xtatishga qaratilgan bo'lsa, qanday qilib ular tadqiqot o'tkazib, kerakli ma'lumotni uzatishlari mumkin? Shunga qaramay, ular orqaga qaytmayaptilar. Allatra xalqaro ijtimoiy harakatining ishtirokchilari, jasur olimlar, tadqiqotchilar, ko'ngillilar. Ular ulkan ichki matonat va fidoyilikka ega odamlar. Hech narsaga qaramay, ular ma'lumotni yetkazishga, bo'lishishga, tushuntirishga va asoslab berishga harakat qilyaptilar. Ular hammamizning kelajagimiz uchun harakat qilyaptilar. Ehtimol hozir diqqat bilan tinglayotgan ba'zilaringiz, bu nimasi? Nega hech kim eshitmayapti? Butun insoniyatga tahdid solayotgan muammoni qanday e'tiborsiz qoldirish mumkin? Biz zudlik bilan nimadir qilishimiz kerak degan tabiiy va adolatli savol berishlari mumkin. Agar bu kabi savollar ichingizda ko'tarilgan bo'lsa, bu albatta yaxshi belgi. Bu vijdon va adolatga bo'lgan ichki intilishdan kelib chiqadi. Ammo afsuski, men sizni illyuziyalardan ogohlantirishim kerak. Kichik shaxsiy tajriba o'tkazing. Sibir plumi haqiqati, uning otilish tahdidi, bu muammoni hal qilish imkoniyatlari haqida eshitganingizdan so'ng, keyingi 2 kun ichida ongingizni kuzatib boring. Siz hayratlanarli va shu bilan birga juda xavotirli narsaga duch kelasiz. 2 kundan so'ng bugun eng muhim muammodek tuyulgan ma'lumot xiralashadi. Idrokning o'tkirligi yo'qoladi. Diqqat boshqa narsaga chalg'iydi. Harakatga impuls yo'qoladi. Hozir aniq ko'rinadigan narsa uzoq, mavhum narsa kabi his qilinadi. Go'yo bu bizga taalluqli emasdek tuyuladi. Bu sizning aybingiz emas, bu inson psixikasiga o'rnatilgan mexanizm. Biroq shu achchiq haqiqatga, ayniqsa global miqyosdagi haqiqatga duch kelganida, ong stressdan qochish uchun bu ma'lumotni siqib chiqaradi. U tahdidni yashiradi. Uni diqqat maydonidan siqib chiqaradi, go'yo qulog'imizga keyin, hozir emas, men bilan emas deb pichirlaydi. Global sukunatning asosiy sabablaridan biri ana shunda. Aynan shuning uchun odamlar achchiq haqiqatni eshitishni va uni uzatishni xohlamaydilar. Bu psixologik falajning bir shakli. Jamiyatimiz bu ichki mexanizmni anglab yetmaguncha, biz unga qarshi tura boshlamagunimizcha, har qanday, hatto eng muhim bilim va eng kuchli ilmiy ogohlantirishlar harakatga aylanishdan oldin odamlar ongidan o'chiriladi. Ushbu ichki bloklash mexanizmi qo'rquvdan kelib chiqadi. Tahdid haqiqiy ekanligi, u endi uzoqda, mavhum istiqbolda emas, balki bizning hayotimizda bu yerda va hozir sodir bo'layotganining qo'rquvidan. Ong dunyoning yangi voqeligini qabul qilishga qarshilik qiladi, chunki u bunga moslashishi kerak bo'ladi. Ammo haqiqiy falokat, kataklizmlar zarbasi sodir bo'lganda odamlar nima uchun bu kulfat boshimizga tushdi deb so'raydilar. Javob oddiy. O'z vaqtida munosabat bildirmaganliklari, harakat qilmaganliklari,
eshitishni xohlamaganliklari uchun. Aynan haqiqat oldidagi qo'rquv shunday damlarda fojianing haqiqiy sababiga aylanadi. Biroq insoniyat hali ham imkoniyatga ega. Bizda ilmiy bilim va texnologik yechimlar bor. Va eng muhimi, e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan tasdiqlar bor. Ammo paradoks shundaki, hamma dalillar va isbotlar keltirilganidan keyin maksimal qarshilik boshlanadi. Odamlar aynan qo'rquv tufayli ma'lumotni yo'qotadilar. Bu ularning ongidan uchib ketadi. O'zgarishlardan, haqiqatdan, o'z mas'uliyatidan qo'rquv tufayli. Ana o'shanda siz borib dunyoni qutqaring-da, biz esa chetdan nima qila olishingizni qarab turamiz degan siyqasi chiqqan gaplar aytiladi. Muammo yechimlarning yetishmasligida emas. Muammo shundaki, inson ongi yo'q bo'lish arafasida turgan kelajakning ko'ziga qarashni xohlamaydi. Bu qo'rquv passivlik va o'zini chetga olishga aylanadi. Bizdan sizga nima yordam kerak deb so'rashadi. Ammo omon qolish vazifasi boshqalarga yuklab qo'yiladigan xizmat emasligini tushunishmaydi. Bu har bir inson zimmasida turgan mas'uliyat. Chunki boshqalar bo'lmaydi. Agar siz bugun harakat qilmasangiz, o'rningizga hech kim kelmaydi. Sibir magmatik plyuma tahdidini va unga bugungi jamoatchilik munosabatini menimcha to'g'ri aks ettiradigan qiyosiy tasvirni keltirishga ijozat bering. Diametri bir necha yuz kilometrga teng bo'lgan ulkan asteroid Yerga yaqinlashayotganini tasavvur qiling. Uning kattaligi shundayki, qulash natijasida u nafaqat Rossiya va Ukrainani, balki butun qit'alarni yo'q qilish va butun sayyora uchun qaytarilmas oqibatlarga olib kelishi mumkin. Uning trayektoriyasi ma'lum. Olimlar uning qayerda va qachon Yerga urilishini hisoblab chiqdilar va vaqt tobora kamayib boryapti. Lekin negadir hech kim harakat qilmaydi. Odamlar yuz o'girib, balki u yerga tegmay o'tib ketar. Yoki buni boshqalar hal qilsin deb o'zlarini ovuntiradilar. Garchi insoniyat falokatning oldini olish uchun kerak bo'lgan texnologiyalar, bilim va mutaxassislarga ega bo'lsa-da, ammo birgina jamoaviy qaror va harakat qilish istagi yetishmaydi. Xuddi shu mantiqqa ko'ra, bugungi kunda Sibir plyumi bilan bog'liq vaziyat rivojlanyapti. Faqat bu tahdid osmondan emas, balki yerning tubidan kelyapti. Va uning oqibatlari bunday asteroidning zararidan qolishmaydi. Sibir magmatik plyumining faollashishi sayyora miqyosidagi vayronagarchilikka, keskin iqlim o'zgarishiga va katta yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Xuddi asteroid misolida bo'lgani kabi, bizda ham tahdidni bartaraf etishning haqiqiy yo'llari bor, xususan degazatsiya texnologiyasi orqali. Bu hozirning o'zida qo'llash mumkin bo'lgan muhandislik yechimlar. Ammo biz xuddi shu paradoksga duch kelyapmiz. Bilim va vaqt borligiga qaramay, hech qanday chora ko'rilmayapti. Qolaversa, tahdid haqida gapirishga urinayotganlar quvg'in qilinib, mavzuning o'zi esa isbotlab bo'lmagani uchun emas, balki uning tan olinishi qat'iy choralar ko'rilishini talab qilgani uchun ataylab ijtimoiy siyosiy maydondan chiqarib tashlanmoqda. Chunki bu mas'uliyat, resurslar, e'tiborni talab qiladi. Ha, ko'pchilik uchun mavzudan chetlanish osonroq. Qo'rquv ketidan men bu bilan nima qilishni bilmayman, men olim emasman, bu mening mas'uliyatim emas degan ichki qarshilik paydo bo'ladi. Ammo bu tuzoq. Asteroid bir kishining boshiga tushmaydi. U bilgan bilmagan, ishongan yoki kulganni ajratmaydi. U hammaga zarba beradi. Va agar biz hozir kerakli qarorlarni qabul qiladiganlarga ma'lumot yetkazmasak,
Sa'y-harakatlarimizni birlashtirmasak va insoniyatning mavjud imkoniyatlaridan foydalanmasak, bu zarba muqarrar bo'ladi. Shuning uchun bu haqda ochiq gapirish juda muhim. Chunki asteroid atmosferaga kirib kelganda, uning orbitasi birinchi marta qaysi hisobotda tilga olingani haqida bahslashishdan ma'no qolmaydi. Biz hozir harakat qilishimiz va gapirishimiz kerak. Qo'rquvdan emas, mas'uliyatdan. O'z oldimizdagi, boshqalar va kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatdan. Men aniq nima qilishim kerak? Men muhandis emasman, siyosatchi emasman. Men degazatsiyani qanday qilishni bilmayman. Mendan qanday foyda bo'lishi mumkin deb so'raysiz. Va bu birinchi qarashda mutlaqo mantiqiy savol. Ammo bu yerda bizning jamiyatimiz yengishi kerak bo'lgan chuqur noto'g'ri tushuncha turadi. Har bir insonning foydasi juda katta. Chunki sizning ovozingiz, e'tiboringiz, ishtirokingiz tufayli qaror qabul qiluvchilar, degazatsiya jarayonini boshlay oladiganlar, millionlab odamlarning taqdirini hal qila oladiganlar eshitish va harakat qilish uchun jasorat topishlari mumkin. Sibir mintaqasi Rossiya uchun eng katta iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan mintaqa ekanligini juda yaxshi tushunamiz. U qudratli manfaatlar nazorati ostida. Bu yerda belgilangan tartibga har qanday aralashuv hozirgi hokimiyat va kapital balansiga tahdid soladi. Shuning uchun tabiiyki, bu ma'lumot bunday qattiq qarshilikka duch kelyapti. Va tabiiyki, qaror qabul qiluvchilarning stoliga ushbu ma'lumot o'zining sof, haqiqiy ko'rinishida yotmasligi uchun ma'lum shaxslar to'sqinlik qilyaptilar. Bugungi kunda Sibir plumi muammosining asosiy xavfi bu muammoni hal qilishning iloji yo'qligida emas, balki uning hal qilinmasligi kimgadir foyda keltirishida. Shuning uchun muammo borligini hatto eng yuqori darajalarda ham ataylab yashirishyapti. Agar bu tahdid boshqa davlatda, ochiqroq, mas'uliyatliroq davlatda bo'lganida, ehtimol yechim allaqachon amalga oshirilgan bo'lardi. Ammo tabiat siyosiy chegaralarni, elita manfaatlarini va iqtisodiy sxemalarni tan olmaydi. U o'z qonunlariga muvofiq harakat qiladi. Tabiat o'zining tanqidiy nuqtasi sifatida iqtisodiy va siyosiy sabablarga ko'ra uni hal qilish eng qiyin bo'lgan mamlakatni tanlab, shafqatsiz hazil qilganga o'xshaydi. Implementing a solution is the most difficult. Rossiyadagi Sibir plumi tahdidi rasmiy darajada tan olinmasligidan o'ta manfaatdor bo'lgan hukumat tuzilmalari kuchli ta'sir vositalariga ega. Masalan, ekspertlar hamjamiyati ustidan nazoratni ta'minlaydigan butun tashkilotlarni yaratishga qodir. Natijada bu muhitda haqiqiy ilmiy yondashuv yo'q, lekin ularning fikri qaror qabul qiladigan shaxslarga ta'sir qiladi. Buning o'rniga asosiy rolni psevdo-mutaxassislar o'ynaydi. Ularning vazifasi haqiqiy muammolarni muhokama qilishga to'sqinlik qilish va kun tartibini soxta narsalar bilan almashtirishdan iborat. Dvorkinning sektasi va Ratsirs tashkilotining faoliyati faktlarni almashtirish yo'lining eng yorqin misoli. Ularning agentlari ongli ravishda ekspert muhitiga o'rnashib, qaror qabul qiluvchilarning fikrini obyektiv tahlil asosida emas, balki kimningdir shaxsiy manfaatlariga asoslangan holda shakllantirib, voqelikni ular uchun qulay tarzda talqin qilishadi. Bunday sharoitda siyosatchilar harakat qilishni xohlagan holda ham ishonchli tasavvurga ega bo'lmasliklari mumkin. Chunki ularga yetib boradigan ma'lumotlar oldindan tashkil etilgan soxta ekspertlarning noto'g'ri talqinidan o'tadi. Vinogradovlar va Dvorkinning sektantlari kabi soxta mutaxassislar tom ma'noda siyosatchilar va boshqa hukumat organlari vakillariga haqiqatdan yiroq bo'lgan kun tartibi va ekspertiza xulosalarini tiqishtirishadi.
Va bu yerda muhim savol tug'iladi. Bu holda hal qiluvchi qarorlarni qabul qiladigan mas'ul odamlar o'zlarining g'arazli manfaatlarini ko'zlagan o'yinchilar tomonidan tiqishtiriladigan uydirmani emas, balki haqiqiy ma'lumotni qayerdan olishlari mumkin? Javob aniq. Faqat odamlar orqali. Chunki siyosat bu alohida tizim emas. Bu jamiyat irodasini aks ettiruvchi mexanizm. Hech bo'lmaganda aksariyat sivilizatsiyalashgan mamlakatlarda bu shunday bo'lishi kerak. Siyosatchilar fuqarolarning aniq ifodalangan, mazmunli talabini eshitgandan so'ng harakat qila boshlaydilar. Agar jamiyat yashashni xohlashni e'lon qilsa, bu e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydigan narsaga aylanadi. Ammo jamiyat jim bo'lsa, demak, bu uning sodir bo'layotgan voqealarga roziligini anglatadi. Bunday holda siyosatchilar o'zlarini shunga yarasha tutishlari mantiqan to'g'ri bo'ladi. Aynan shuning uchun bugungi kunda xabarni tarqatish bu yagona samarali yo'l. Qachonki odamlar bu haqda xabardor bo'lsalar, o'shanda jamoatchilik fikri shakllanadi. Jamoatchilik fikri shakllansa, unda siyosatchilar uni hisobga olishga majbur bo'lishadi. Chunki agar hamma narsa yashirin bo'lib qolaversa, hisobotlar va ekspert xulosalari hozirgidek yolg'on bo'lib qolaversa, imkoniyat boy beriladi. Ishoning, bizda haqiqatan ham barcha kerakli narsalar bor. Tahliliy resurslar bor. Ilmiy asoslangan ma'lumotlar bor. Bugunning o'zida ilmiy texnikaviy taraqqiyotimizning hozirgi holatida ham amalga oshira oladigan va geodinamik vaziyatning o'zgarishiga ta'sir ko'rsata oladigan real texnologik yechimlar bor. Sibir magmatik pluma xavfi masalasi hal qilinishi mumkin. Aynan shu sababli sizning shaxsiy ishtirokingiz hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ma'lumot so'nib qolmasligi, yo'qolmasligi va xotiradan o'chib ketmasligi uchun uni boshqalarga yetkazishingiz lozim. Chunki odamlar bilgandagina jamoatchilik fikri shakllanadi. Jamoatchilik fikri bu quruq so'zlar emas. Bu dalil. Bu kuch. Va bu kuch hozircha meni shunchaki tinglayotganlarning qo'lida. Siz, hozir meni tinglayotganlar, ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, bolalar. Siz o'z yaqinlarini himoya qila oladigan odamlarsiz. Siz farzandlaringiz kelajagini saqlab qola oladigan yagona insonlarsiz. Chunki ertami-kechmi har birimiz bilding-ku, nima qilding degan savolga javob berishi kerak. O'shanda har birimiz qo'limdan kelganini qildim deb javob berishini xohlardim. Odamlar uchun, oilam uchun, hayot uchun kurashishga arziydi.